Armaniston iqtisodiyoti va siyosatining eng nufuzli shaxslaridan biri, milliarder Gagik Tsarukyan atrofidagi mojaro yangi bosqichga chiqdi. Yerevan sudi qarori bilan Farovon Armaniston partiyasi rahbari 2 oyga dastlabki qamoq ehtiyot chorasi bilan hibsga olindi. Uni qo'lga olish uchun huquq-tartibot idoralari keng ko'lamli maxsus operatsiya o'tkazdi. Keng ko'lamli reydlar va tintuvlar, tergov qo'mitasi Tsarukyanning Yerevandan shimolda joylashgan hashamatli qasrini 12 soat davomida ko'zdan kechirdi. Operatsiyaga niqobli va og'ir qurollangan maxsus kuchlar, shuningdek, havoni nazorat qiluvchi dronlar jalb etildi. Faqat uyi emas, unga tegishli Multi Group konsernining 70 dan ortiq obyekti, jumladan Yerevan konyak zavodi, sement zavodi va sport majmualarida ham bir vaqtning o'zida tintuvlar o'tkazildi. Tsarukyan bilan birga yana bir necha sheriklar ham hibsga olingan. Rasmiy ayblovlar nimalardan iborat? Tsarukyan va uning sheriklari ayniqsa yirik miqdordagi firibgarlik va pul yuvishda ayblanmoqda. Tergov materiallariga ko'ra, u o'zi asos solgan 45 siyosiy fon va Pashinyan omili. Ushbu hibs Armanistonda yaqinda o'tgan parlament saylovlaridan so'ng yuz berdi. Saylov kampaniyasi davomida bosh vazir Nikol Pashinyan Tsarukyan kabi yirik korrupsioner oligarchlarni javobgarlikka tortish va aktivlarni musodara qilishga va'da bergan edi. Saylovda Tsarukyanning Rossiyaparast partiyasi parlamentga kira olmagach, uning daxlsizlik huquqini bekor qilish jarayoni boshlandi. Muxolifat va Rossiyaning munosabati. Armanistondagi 8 ta yirik muxolif guruh va partiyalar qo'shma bayonot bilan chiqib, bu hibsni Pashinyan hukumatining siyosiy taqibi va muxolifatni bo'gish harakati deb qoraladi. Advokatlar esa ayblovlarni mutlaqo kulgili va asossiz deb atamoqda. Saylovda Pashinyanni garparastlikda va Rossiya bilan munosabatlarni buzganlikda ayblagan Tsarukyanni Moskva ham himoya qildi. Rossiya rasmiylari bu voqeani hukumatga qarshi bo'lgan kuchlarga nisbatan repressiya deb atadi. Iqtisodiy inqiroz va yakun. Gagik Tsarukyan iqtisodiyotning deyarli barcha sohalarida, jumladan boking, oltin konlari va hatto Bitcoin miningda ham ulushga ega. Mazkur reydlar tufayli uning ondan ortiq kompaniyasi faoliyati to'xtab qoldi va 7000 ga yaqin odam ishsiz qolish xavfi ostida. Shuningdek, uning uyi tintuv qilinayotganda, u yerda saqlanayotgan sher va yovvoyi hayvonlar ham tortib olinib, Yerevan hayvonot bog'iga topshirildi. Bu shov-shuvli sud jarayoni mamlakat iqtisodiyoti va investitsiya muhitiga jiddiy zarba berishi mumkin. Biz jarayonni kuzatishda davom etamiz.